başına ikinci sabahçısı bulmuş. Mamacan akamizga mintalarni bir farzandlarda bergan ekan. Elga dasturxonni yozib chiroyli to'ylarni ehsonlarda qilyapti. Ilohim qilinayotgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul bo'lsin. 2 yoshda Alloh baxtini bersin. Başa akamizga xonadonni hurmat qilib kelgan mehmonlarga Alloh bir xonadoniga nurini, barakasini yog'dirsin. Akamizni to'yga sifatida bir ajoyib bir polvon yigitchalar bilan to'yimizga joylashishga harakat qilaylik. Azarim, men bu yigitchaga ko'p vaqtman. Kechagi kuni kimlar kim ko'rgan bo'lsa-da, O'zbekiston xalq pahloni Tursun Ali Hoji polvonni xotira turniri bo'ldi Toshkentda ko'ringdi. O'sha ko'ringda oliy o'rinlarni olib keldi. O'zining muxlislariga ega. Instagram orqali o'yinlarni ko'rgan holatlar. Yoshligi, bemoshligi bir polvon yigitchalar bir tomoshasini ko'rgan holatlar. Dunyo tashvishlarini erkakdan olib qolmasiga, yo'lingning davomiga yangi yo'l solib qolmasiga. En so'nggi daminda ortingdan zor yig'lab qolmasiga farzandim bor demangiz farzand emas bu. To'saniyatga 100 bahorda Shohjahon polvon haqiqiy qarzimizni davlatga to'laychi. Qaniga deyman, hey! Oba! O'g'il qizi nabirasi bo'lsa, kamda olimpiada chempioni bo'lsin, bir de qarsiga eshitsa, qani qarsiga izladi. Ya, ammo jonliga qarsiga yaxshi bo'ladi. Lekin bu quvoq xalqimizning qarsiga o'xshamayapti. Bir de jonli qarsiga eshitdi. Alloh razı bo'lsin. Bu jonliga qarsiga falonchadan ajoyib bir tomoshasi ko'rgan bo'ladi. Men bu yigitchani maktabi baho olasizlardan. Trenda bo'lgan qo'shiqda o'ynayotganda Shahmardon soylarga muzikasi bor. Ama jonli qarsiga bo'lsa Shohjahon polvon maromiga yetkazib o'ynasiz. Ama bu jonliga qarsigizga polvon yigitchani yuragida bor, oyog'ida cho'qi bor. Jonli qarsigizga davrada 3 bahorda Shohjahon polvon o'ynaganda ko'rdik. E'tibor bering. Ko'rdingmi? Ha, qo'lni ko'tarib. Qo'lni ko'tarib. Aha. 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 Baba. Aha. Qarsiga bilan qo'yamiz. Qani qarsi? Polvon tayyormisizmi? O'ynab berasizmi? Nima bo'lsa? Qarsiz bo'lsa deydi. Jonli qarsiz bo'lsa, davrada Shohjahon polvon o'ynaganda ko'ring, qarsizlikdan bir ko'ramiz. Mana ana figurasini ko'ramasiz. Agar shu joyga jonli qarsiz bo'lsa, ishtongacha mana qarasiz. Ya, xaslashibman. Bir qarsiz bo'lsa, sizlarni shu tomosha. Oqshizda bir ko'ramiz, marhamat qani keting.
sizlardan. Ozoz qarshi bo'lsa, sizlar uchun tomoshaga e'tibor bering, to'g'ri turmaganlikda. Javobni berishga harakat qilsin. Ona, qarshi yo'llarni ko'ramiz. Marhamat, hamdard.
Allah bu xonadonda shunaqa shirin to'ylar bo'lsin. Alloh berib duo qiling, chaqiring rahmat. Ularga hamroh bo'ladi O'ktanbek akamiz adashmasam. Shunaqami? Bobirjon aka. Taklif qilamiz akalar. Birgalikda kelasizlar endi mana ozgina bir hali kelin-kuyovlarimiz zakslardan kelgancha yo'q. Unga Hamdalaringga kuyovlarga baxtlarimiz doimo baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaqindan kelgan mehmonlar hammalaringni xush kelibsizlar. Ukamiz, jiyanimiz baxtli bo'lsin ilohim. Sog' salomat bo'lsin hamisha. Quvali bo'lsin. Hop, qolgani ba'zida inshaalloh. Hali kuyovnakarlarni kuyov turamizni ammalarini qizlarga taklif qilamiz. Bizda shunaqa talab bo'lgan. Ammajonlarning qizlari birgalikda kelishib, ikki og'zim go'zal tabriklarni bildirsalar, ana undan keyin ushbu ammajonlarning qizlari uchun navbatdagi go'zal kuy qo'shiqlar ijro etiladi. Baxtli bo'lsin, bashi baxtli, ota-onalar rohatlik bo'lsin.
Meksikada Apakah kesalahan terjadi bersama Toyo Salis boleh dengan Toyo
tashviqi bo'laradi barchamiz yor yorore tomga qo'ydim shodini yor yorore ana kimni xotini yor o'ldirishvordi holda kelinimiz Lobar oyini chiroyli salomlarini olish uchun davramizga taklif qilamiz. Aylanib kelgan mehmonjo'larga chiroyli salomlarni yor-yorlar qo'shiqlari sadosi ostida taklif qilamiz. Qabul qilasizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Kelinimiz Lobar oyini taklif qilamiz. Oh
Kelin boshlar qarang, bardam bo'ling, g'am yutmang, asabi qilib qarang, qaynonani ranjitmang. Qarang doim ko'ngliga, og'ir bosmang diliga, yomonlamang o'g'liga, qaynonani ranjitmang, qaynonani ranjitmang. So'zlaridan gal, ko'zlari yonar yal. Qarang, qarang shaftiga, haqiqiy general. So'zlaridan gal, ko'zlari yonar yal. Qarang, qarang shaftiga, haqiqiy general. Ular boymaslar, haqiqiy general qaynonamiz. Sog'liqlar, omonlar. General qilishimiz bo'lsin inshaalloh. Bog'lardan tikan termang, qosh chimirib xat kelmang, tilingizga erk bermang, qaynonani ranjitmang. Qarang doim ko'ngliga, og'ir bosmang diliga, yomonlamang o'g'liga, qaynonani ranjitmang, qaynonani ranjitmang. So'zlaridan gal, ko'zlari yonar yal. Qarang, qarang shaftiga, haqiqiy general. So'zlaridan gal, ko'zlari yonar yal. Qarang, qarang shaftiga, haqiqiy general. Hayot darsin uqqan bu, g'amlar qadrin bukkan bu, yoringizni tuqqan bu, qaynonani ranjitmang. Qarang doim ko'ngliga, og'ir bosmang diliga, yomonlamang o'g'liga, qaynonani ranjitmang, qaynonani ranjitmang. So'zlaridan gal, ko'zlari yonar yal. Qarang, qarang shaftiga, haqiqiy general. So'zlaridan gal, ko'zlari yonar yal. Qarang, qarang shaftiga, haqiqiy general. Haqiqiy general. Haqiqiy general, haqiqatan ham to'ylar muborak bo'lsin. Demak, kelinimiz yoz soldi marosimlariga tayyormi yoki o'tkazilyaptimi ichkari? Eng katta ammajonimiz bor. Davramiz markaziga Muhabbatxon onajonimizni taklif qilamiz va birgalikda katta ammalarimizdan Hikmatxon ammamizni taklif qilamiz. Yoz soldi marosimlarimiz tugagunga qadar chiroyli yuzoshli marosimimizni albatta duolar bilan boshlab berar ekanlar. To'ylar muborak bo'lsin deya bu jonimizni taklif qilamiz va birgalikda ammajon chiroyli duolar berasizlar. Assalomu alaykum. Yaqindan kelgan mehmonlar, mashg'ulotlarga xush kelibdilar. Mana shu kechamizda sababsiz bo'lgan Muhammad Yusuf hamda kelimiz Lobarxonlar sababsiz bo'lib turibdi. Shular ikkovi ham baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Ularni baxtida Minojatxon bilan Mamajonam baxtli bo'lishib, katta nimalar bo'lishib, o'g'il nevaralarga boy bo'lishib yurishaversin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xudo xolalar hammalari xush kelibsizlar. Muhammad Yusuf bilan kelinimiz baxtli bo'lsin. Ularni o'zi havasi mukammal kelinimiz ko'rsin. Baxtli bo'lsin. Ilohim aytganingiz bo'lsin. Buvijon, so'zlar isboti bilan chiroyli taronalarni ko'chada o'zim boshqa
Sahnaga chiqadimi? Kelinimizni chiroyli salomlarni olish uchun davramiz markaziga taklif qilamiz. Albatta, oyidan, 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 voy kelin, kelar oyidan, oyidan, oyidan. Salom bersa aylan, ay bo'lan jonolar, uydirib bugun yor. Ay bo'lan jonolar, uydirib bugun yor. O'z kulib dushman, o'z kulib chiroyli to'ylarni qilib bergan dadajonimizga kelin muborak. Qani murojaat topaman? Qani o'zdan? O'tinglar. O'tib oling siz ham. Kelinimizga topgan mashinaga yaxshi birga bo'lsin. O'zimizga baxtli taqdir bo'lsin. O'zlaridan ko'paysin. Hamisha chiroyli hayot kechirsin. Allohga baraka bersin. Ana endi biz qo'liga savolsan, kelinimizni chaqmoqni sotib aytib chiqarmasa kerak edi poshsha. Kelasi yil olmasa, nabiralarga deb agasini kelinlar qanday bilan kelishmasin. Shirinlar shakar Alloh farzandlar bersin. Uni savolamiz. Dadajonga aytishamiz ekan, o'zi qo'ldan ko'mirib solyapti, bilib. Vaqtimiz yo'qmi? Aytamiz, farzandlarimizni kerakmas, telefondan bor o'zi. Bu vaqtda yapib, mana to'ydan kelib, bizga boshib kelamiz. Bo'ladi, boshqa hech kim solmaydimi sizlar? Yo'q. Xo'p, Qur'on tilovat. Qani jamon chaqirasiz. Selamun aleyküm.
اللهم اجعلنا من الصراط يعني مثلا مشاهد يعني شو اللي أحد اللي يكشف لنا الله بكرم زين الله مشكلة طب كم مشكلة أنا رحت نبينا كل لك أنت قال لك خاج عمره لك صار لك الله نصيب الرزق لك قال لك يا مرشد كل شيء بيجي هميشة بدنا بيجي السيارة تنجر إيمان النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير سبحانك ربنا وإليك المصير اللهم أعني نعوذ بك من الكفر والعبد والجبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك أرحم الراحمين الله
so'zimni beryapman deya onajonimiz nomidan aytilgan to'rdek she'rlar. Munojotxonani so'zlarni men birozgina boshlab beraman, davomini esa siz davom ettiramiz. Albatta, sizni nomingizdan chiroyli va'dalarni berib olsam. Rozimisiz? Bugundan boshlab Munojotxon Qudajonim kattami kichik? Katta Munojotxon opajonim. Bugundan boshlab qizginangizga yemaganimni yediraman. Kiymaganimni kiydiraman. Munojotxon opajonim, Qudajonim, bir yildan so'ng desangiz, xuddi o'zimni qizimdek sevib, gah desam qo'limga qo'ndiraman qizginangizni deya meni chiroyli so'zlarimni onajonim davom ettirib beradi opajon. Assalomu alaykum aziz onalar. Barcha to'g'rilar, hammalar, men farzandlarim Muhammad qizim Lobaroyga baxt bilaman. Izzat xizmatchilar bo'ldi. Ilohiy qizlarimdan ham a'lo bo'lib, ota-ona xizmat qiladigan bo'lib, ona bola bo'lib berdi. Ilohiy. Baxtli bo'lsin, o'g'il qizi ko'p bo'lsin, boshimiz qo'ylardan chiqmasin. Yiliga to'y qilamiz. Ilohim aytganingiz bo'lsin, tarozini ikki pallasini teng ushattiramiz endi. Munojotxon opam tomonga o'tirib ham chiroyli va'dalarni berib olay. Munojotxon nechinchi kuyov siz bo'lmasin. Birinchisini bittamiz bitta kuyov, boshqa kuyov, boshqacha kuyov, bitta kuyov, erkak kuyov deb bejizga aytishmagan. Biz va'da berib olaylik. Kuyov tomonidan va'dani olaveramizmi? Men ham shu qizginamga topganimni jo'nataman. Bitta kuyov deb kuyov emas, o'g'il deb boshimda ko'tarib yuraman va mana shu ikkala farzandimni chiroyli baxt kamolini ko'rsin deb kuyov emas, o'g'il qilib yuraman deb va'dalarni davom ettirib berasizlar. Erkak kelinga o'xshamayapti ko'rinishidan. Xuddi o'ziga o'xshab chiroyli, samimiy, mehribon bo'lsin ilohim. Hamisha chiroyli tarbiyalaringiz bo'lsin. Kelin boshqa onajonlarimiz bilan chiroyli qo'shiqlar sadosida ko'rishib olamiz. Birinchi katta onamizga qarang. Qaynonamizga salomlar beramiz. Bu mening onam yoki onam kasalman. Qat qo'shiqlari ketdi. Baland o'qiramiz. Yigitlar faxrlanib yurasiz albatta. Kelinimizni yangilar bilan birgalikda ichkariga izzat qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin deya davrani kengroq olamiz. Bahor o'ynasin. Qalblarini chalamiz. Farishta onalarimiz, farishta onam qo'shinlariga o'ynasin. To'ylar muborak bo'lsin. Qani
barchaga chiroyli baxtlarni tilaymiz va mana shu davramiz markaziga Munojatxon opamizni bizga kelib tushgan takliflariga ko'ra Nasibaxon ko'z ochib ko'rgan Xudojonisi davramiz markazida o'tiribdi ekan. Assalomu alaykum. Doimdan kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun biz Muhammad Subek o'g'lim bilan Lobaroy qizimizni nikoh kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib 2 yoshga baxt tilayman. Yana shu mahallarga o'g'il qizli bo'lishi, shunaqa shirin to'ylar yana qilishlikni nasib aylasin. Aka qudam bilan Munojatxon hojilarga borsin. To'ylari boshlari to'ydan chiqmasin. Oldingizga qo'yilgan noz-ne'matlardan yeyib o'tiringlar. Hammalikda shunaqa to'ylar bo'lsin. Kelgan xonandalarga ham rahmat. Hamma sog' bo'lsin. Rahmat, to'xtab turing. Munojat opa, keling yoniga endi. Ko'z ochib ko'rgan Xudoni yolg'iz sahnada qo'yib qo'ymaymiz. Qarang, bir-biriga juda yarashib, o'zi uchala Xudo o'xshatmaguncha uchralmaslik bekorga aytishmagana, yal-yal yonib kiyingan to'ylar bo'lsa senga. Davralarning to'rida bir qarang, o'zi ham Xudolarni zo'rida chiroyli qo'shiqlar bilan davramiz markaziga ikkala chiroyli tabrik va tilaklarini olamiz. Himoyatxon, Hilolaxon ammalarimizni taklif qilamiz. Albatta, chiroyli tabriklar bilan birgalikda bugungi bazmimizni davom ettiramiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ammajonlar, kela qolinglar davramiz markaziga. Ukam bilan kelinimiz ham baxtli bo'lsin. Onlarini rohatini ko'rsin, qilgan mehnatlarini rohatini ko'rsin. Kelinimiz ham kelinimiz qiz bo'lib kelsin. Jiyanimiz bilan baxtli bo'lsin. Hamisha o'tgan ota-onalarimiz ruhlari shod bo'lsin. Qolganlar sog' salomat bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Jonim aziz, zikringdagi imoqlaringda
lozim bo'lgan kipriklarimdir nigohlarim naqsh bo'ldi ravoqlaringda ijozimasi zulfingdagi ilmoqlaringda Krishna bo'lsin jonimizda kalkilingiz Sarsangada salom yana yetib kunimiz Ko'zlarimning marhamida nikohli kunimiz Shunud belgisini sevib topib qanuz Tali topay mayli o'sha ilohlaringda jonimasi Zulfingdagi ilmoqlaringda Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, ammajonlar bor bo'linglar, shunaqa davralarda o'ynab kulib